174.445 kilometr yurgan chiqibdi mana. Feroz kraska bo'lgan, kraska. Ham pitno bor. Salni pitno bor mana. Navbatdagi mashinamiz Captiva, Samarqanddan olib ketirilgan mashina sotib olingan. Ya'ni mashinamizning kraska probeglari, motor qismi, moyili yo'q, kondisioner, katalizatorlar hamma yo'q ko'rib beramiz. Xudo xolasa o'sha telefon funksiyamiz bilan orqali keting. Siz bilan o'chir. Kapotda mana pitno joyi bor, oldin sepilgan. Mana shu stik bilan sepilgan mana, yaltiragan stik bilan sepilgan. Olib ketirib, sekingina yo'qotib yuborgan mana shu yerni. Mashinamiz hamda Kreros kraska bo'lgan. Ipotomon kapot родной и стойка родной, eshik ham kraska, ya'ni sepilgan. Orqa eshiklar родной turibdi. Bezabankda mana podbor qiladigan qismlar ko'rinib turibdi yaqqol. И orqa stop pastda kreloda ham pitno bor. Arqa bagajlar родной hamda o'ng krelosga ham salni pitno bor mana. Xudo xolasa qolgan joylar родной. Xullas shunaqa kraska joylari bor. Endi mashinamizdan probeglarga o'tib ketamiz. Hop, mashinamizda 80.007 km yurgan ekan mashinamiz probegi. Kompyuterda ko'ramiz. 174.445 km yurgan chiqibdi mana, odometr, yaqqol ma'lum. Mashina egalari aytgan ekanki, probegni ko'rib bo'lmaydi degan ekan. Akajon, любой mashina olib kelasiz, kraska, probeg, udar, motorlari, moyilmi yo'qmi, katalizatorlari bor yo'qliklari, ya'ni mashina qimmat, baholab turadigan joylari hamma yo'q ko'rib beramiz. Ko'nglingiz to'q, xotirjam minib yurasiz. Ya'ni mashina borligicha sizlarga ma'lumot berib ketamiz. Mashina ko'rib berish tanloviga adashmang. Mashina krelo hamda eshik kraska bo'lganligini sabablari e'tibor qilinglar, silit qilingan, hamda mana malyarni sko'ja qanday qilingan mana. Ular ishlatilgan, qilib rixtovkalar qilingan. 1 2 3 4 Mashinaning katalizator qismlari yechib olingan.